Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdon, alhamdulillah yana bir go'zal ijodni o'z nihoyasiga yetkazdik. Mana bunday ixchamgina bo'ldi, lekin o'ta bir bagati. Tandirimiz burchagiga go'zal bo'lib joylashdi. 2 qozon 50 hamda 100 litrlik. Burchagiga iloji boricha mana sig'dirib, uni gazoviy plita qo'yib berdik. Endi savatni qozonlarni ustiga qo'yib turadi endi. Joyimiz ozgina kichikroqligi uchun, joy kichik emas, prosta mana kerak ekan juda. Shuning uchun o'shanday stol qilinmadi xullas. Stolning o'rniga gazoviy plita qo'yildi. Mabodosiga o'sha gazni yoniga qo'yib savatni ishlataveradi. Xo'p, bu ijod Log'onda, ya'ni Quvasoyda. Joyimizning razmeriga keladigan bo'lsak, xo'p, 3,5 metrga 2,5 metr deylik. Mana shunga tushdi mana shu. Qozonlarni yoqdik, inshaalloh qaynatdik, obrobotkalarini qildik, tuzlarni soldik. Xullas qozonlarimiz ovqat qilishga tayyor, xizmatga tayyor xullas. Mana shu holatda tandirni ham mana bunday umuman qoraytirmaydigan zontli tandirdan qilib berdik. Xullas patologlar bitgan ekan, o'shanga qoraymaydiganidan dedi. Umuman qoraymaydiganidan qilib berdik mana. Tandirlarni ham yoqdik, inshaalloh pishirdik. Sopol holida o'sha xizmatga tayyor bu ham. Mana shunday holatda qadrdon. Xo'p, bu xizmatlarni har safar aytib ketinglar deyapsiz, mayli aytib ketaman. Shunda mana shu holat, mana shu bitta qozonni o'rni bitishi, hamma narsasi o'zimizdan, qozonlar qopqoqlari bilan bo'ladi. Eshikchalar, облицовочный g'ishtlar, cho'rnovoy g'ishtlari, kafillari, yana ichida ko'rinmaydigan mayda-chuyda ketadigan narsalar bor. Ya'ni travertin laki bor. 4-5 kilo travertin lak ketadi. Kafilning kilayi, mana shu turish hammasi o'zimizdan inshaalloh. Bitta tochkasini 5 million so'mga qilib beryapmiz qadrdon. Xuddi shuni keyin arzonchi varianti bor. Ichki sxemasi oddiyroq bo'ladi. Mana shu holi ko'rinish, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Shu ichki sxemasi oddiyroqligini 3,5 million so'mdan hamma materiali bilan inshaalloh qurib bitkazib beryapmiz. 100 litrli qozonlargacha bir xil narx. Keyin tandirimiz mana zontli ko'rinish, xizmatini o'zi 6 million so'm, materiali bilan bo'ladigan bo'lsa, hozir aytaman 8 millionga tushadi qadrdon. 8 million so'm. Gazimiz olib bersalaring metri 1 million. Agar gazi bilan keladigan bo'lsak, hamma yo'g'i bilan, materiali bilan, g'ishtlari bilan gazimiz 4 million so'm bo'lyapti. Mo'yka qo'yilsa, mo'ykamiz 3 million so'm. Xullas, bu ko'rinishga, bu ijodga общий hammasi bo'lib aytadigan bo'lsak, 18, 22 million so'm pul kerak bo'ladi. 22 million so'm. Agar arzonchiroq variantida bo'lsa, tandirimiz tuniga zontli qo'yiladi. 3,5 milliondan bo'lsa 10,5, gaz plita o'sha 4 million qoladi. 14,5 million so'm bo'lar ekan. Arzonchi variantida. Mana shu holatda qadrdon. Xo'p, hammasini aytib o'tdim. Yana nima? Bu sinov jarayonini qilamiz endi. Quljon yoqingda. Mana shu tayyor holatda bo'ladi. Tepalarni ham o'zimiz teshib, inshaallohlarga to'sinlarga xalaqit qilmaydigan qilib, keyin tepalarini ham inshaalloh sovutmaydigan, yonmaydigan qilib, chotka qilib yopib beramiz. Shu holatda qadrdonim. Sal yonsin-da. Bo'lam. Ko'rinmayapti.
lekin gazovoy plenni buni o'zlari olishdi. Arzonroq. Biz shishali olamiz. Mana tepasi shisha bo'ladi. Mana bularga xromiy bo'ladi. Xullas, xohlasalaring bitta elektrli bo'ladi, 3tasi komfortga bo'ladi. Ana shundoq. Xo'p, mana qadrdon. Inshaalloh torchlarni endi har safar ko'ryapsizlar. Baribir mayli. Qishimiz qiziq deydi-yu. Shuning uchun yoqib ko'rsatamiz. Keyingisi. Qopqog'ini bekiting. Sal yoqing-da, ha, bo'ldi. Bo'ldi, cho'tki. Kichkina qozonimiz. Endi buni yoqib o'tirmadik, chunki o'zi eski qozon. Birdan o'sha tegasini bitta ko'raylik, torchlarni ko'raylik deb yoqib o'tirmadik. Mana shu holatda. Alhamdulillah. Xo'p, qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nomerlarni qoldiraman. Ko'pchiligimiz, xudo xolasa, men to'g'risi o'zimni zakazim to'ldi bu yilga. Ko'pchiligimiz inshaalloh shogirdlarda aytib, sheriklarda aytib, qo'ldan kelgancha go'zal qilib bitkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat, vaqtingizga rozi bo'ling. Alloh panohida bo'ling. Inshaalloh siznikida ko'rishaylik.